Yuzingizda husnbuzar chiqayaptimi? Sochingiz to'kilyaptimi? Qorningizdan bo'lyaptimi? Tez charchayapsizmi? Ko'pchilik krem sotib oladi, vitamin ichadi, qimmat shampunlar ishlatadi, lekin muammoning ildizi qayerdaligini izlamaydi. Aslida organizmdagi ko'plab muammolar ichak faoliyati bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar ichak yaxshi ishlamasa, vitaminlar so'rilmaydi, immunitet zaiflashadi, moddalar almashuvi sekinlashadi, yallig'lanish kuchayadi, teri, soch va bo'g'imlar azob cheka boshlaydi. Siz esa alomatlarni davolash bilan ovora bo'lasiz. Husnbuzarni krem bilan, soch to'kilishini shampun bilan, bo'g'im og'rig'ini dori bilan, lekin muammo ichkarida qolaveradi. Tasavvur qiling, agar ichaklaringiz tozalansa, foydali bakteriyalar tiklansa va organizm oziq moddalarni to'liq o'zlashtirsa boshlasa, tanangiz qanday o'zgarishi mumkin? Qorin yengillashadi, energiya ko'payadi, teri yaxshilanadi, sochlar mustahkamlanadi, immunitet kuchayadi. Salomatlikni tashqaridan emas, ichkaridan boshlash kerak. Ichaklaringizni tiklash va organizmni qayta ishga tushirish bo'yicha ma'lumot olishni istasangiz, izohda ichak so'zini qoldiring.